Dasturimizni xushxabar bilan davom ettiramiz. Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi tomonidan xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi tamoyili asosida aholini tadbirkorlikka keng jalb etib, daromad manbaini shakllantirish va shu orqali yangi ish o'rinlarini yaratish uchun davlat grantlari ajratilishi borasida tanlov e'lon qilingan edi. Ushbu tanlovda Paxtakor tumanidagi Chamanzor mahallasi ham ishtirok etdi va 197 million so'mga teng bo'lgan loyihani qo'lga kiritdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Qayd etish kerakki, bugun Chamanzor mahalla fuqarolar yig'inida 300 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Mahalla faollari tashabbusi orqali qo'lga kiritilgan 197 million so'mga teng bo'lgan grant loyihasi endilikda ishsiz fuqarolar bandligini ta'minlashga xizmat qiladi. Boisi ushbu hududda ishlab chiqarish korxonalarining bo'lmaganligi sababli yilning issiq fasllarida mavsumiy ishlarda ishlab kelayotgan yoshlar va xotin-qizlar ko'pchilikni tashkil etadi. Loyiha evaziga ular kasb-hunarga yo'naltirilib, oilaviy tadbirkorliklarga jalb etiladi. Ta'kidlash lozimki, ushbu loyihani qo'lga kiritish oson bo'lmadi. Paxtakor tuman hokimligi, oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi, shuningdek yoshlar agentligi tuman bo'limi, mahalla faollarining qo'llab-quvvatlashi va amaliy yordamlari orqali bu natijaga erishildi. Tanlov talabiga binoan mutaxassislar jalb qilingan holda hududning tuproq unumdorligi va unga mos ekin turlari aniqlandi. So'ng Namangan viloyati tajribasini qo'llash asnosida mahalladagi 3 ta xonadonda issiqxona tashkil etildi. Rejaga muvofiq birinchi issiqxonada turli xildagi gullar, ikkinchi issiqxonada xaridorgir hamda eng zaruriy vitaminlarga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirilishi yo'lga qo'yildi. Natijada mahallada yashovchi 30-40 nafar ishsiz yoshlar va xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Qolaversa, ayollarni kasb-hunarga jalb etish maqsadida tikuvchilik va pazandachilik kabi kichik ishlab chiqarish korxonalari tashkil etilishiga ko'maklashildi.